Lamin Yamalning bu bosh uzatmasi mantiqqa sig'maydi. Yamal to'pni jarima maydonidan tashqarida olib, darhol Lukman va Julian Alvarez tomonidan qurshab olinadi. Lekin diqqat bilan qarang. Alvarez oyoqlarini keng yoyib, tanasini ichkariga burib, Laminni markazga siljishga majbur qiladi. Shu payt Lukman tashqi tomonga dribling qilish yo'lini berkitadi. Mana shu yerda Lamin nima uchun dunyodagi eng yaxshi futbolchi ekani aniq bo'ladi. Lamin to'pni o'ng oyog'i bilan qabul qilib, biroz oldinga suradi. O'ng qo'lini keng yoy shaklida ko'tarib, markazga ketayotgandek taassurot qoldiradi. Bir zum chap oyog'ini ko'tarib, bu taxminni mustahkamlaydi va oxirgi lahzada tanasini o'sha tomonga egadi. Alvarez butunlay aldanadi. Alvarez chap oyog'i bilan itarib, Laminning markazga harakatini to'sishga urinadi. Lekin oxirgi lahzada Lamin o'ng oyog'ini to'p yoniga qo'yib, kuchli o'ng oyog'i bilan to'pni aniq o'sha bo'shliqqa uzatadi. U yerga darhol qisqa yugurib kirishga tayyor. Aynan Atletico o'yinchilari yopmoqchi bo'lgan hududga. Yamal ikkala o'yinchini ham joyida qoldirib, boshini ko'taradi va Bernalni ko'radi. U imo bilan pas so'rayapti. Va aynan shu paytda Yamal Bernalga jahon darajasidagi gollik uzatma beradi. Like qo'y. Atletico bilan o'yinda Lamin Yamalning bu bosh uzatmasi mantiqqa sig'maydi. Yamal to'pni jarima maydonidan tashqarida olib, darhol oyog'ini to'p yoniga qo'yib, kuchli o'ng oyog'i bilan to'pni aniq o'sha bo'shliqqa uzatadi. U yerga darhol qisqa yugurib kirishga tayyor. Aynan Atletico o'yinchilari yopmoqchi bo'lgan hududga. Yamal ikkala o'yinchini ham joyida qoldirib, boshini ko'taradi va Bernalni ko'radi. U imo bilan pas so'rayapti. Va aynan shu paytda Yamal Bernalga jahon darajasidagi gollik uzatma beradi. Like qo'y.